Ukraina Rossiyaga sulh taklif qildi. Qora dengizda hujumlar to'xtaydimi? Donald Trampning kuyovi G'azo bo'yicha muzokaralarda qatnashishi mumkin. Eron urushni 2029-yilgacha cho'zmoqchi. Trampga kutilmagan bayonot. Tokio aeroportida paypoq ichiga 200 ta kaltakesak yashirgan erkak qo'lga olindi. AQSh Patriot zaxirasining 5% Ukrainaning qishdan chiqishiga yetadi. Zelenskiy. Ukraina Rossiyaga sulh taklif qildi. Qora dengizda hujumlar to'xtaydimi? Ukraina Rossiyaga Qora dengizda fuqarolik obyektlari va kemalarga hujumlarni to'xtatish bo'yicha taklif yubordi. Reuters xabariga ko'ra, taklif uchinchi tomon orqali yetkazilgan va Kiyev hozircha Moskvaning javobini kutmoqda. Buning ortida jiddiy xavotir bor. Portlar va kemalarga hujumlar Ukraina g'alla eksportini keskin kamaytirmoqda. Reuters ma'lumotiga ko'ra, avgust oyida Ukraina qishloq xo'jaligi eksporti o'tgan yilga nisbatan 76% ga kamaygan. Bu esa jahon oziq-ovqat bozori uchun xavfni kuchaytirmoqda. Rossiya esa hozircha rasmiy taklif olmaganini bildirdi. Endi asosiy savol: Moskva bu sulh taklifiga qanday javob beradi? Fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Donald Trampning kuyovi G'azo bo'yicha muzokaralarda qatnashishi mumkin. G'azoda vaziyat bo'yicha yangi muzokara bosqichi boshlanishi mumkin. AQSh prezidenti Donald Trampning kuyovi va G'azo muzokaralarida faol ishtirok etayotgan Jared Kushner kelasi hafta Isroilga borishi mumkin. Bu haqda Reuters xabar berdi. Kushnerning ehtimoliy tashrifi Tramp ma'muriyati taklif qilgan tinchlik rejasi muhokama qilinayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Rejada Isroil qo'shinlari G'azodan bosqichma-bosqich olib chiqish va Hamasni qurolsizlantirish ko'zda tutilgan. Ammo Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Hamas to'liq qurolsizlantirilmaguncha qo'shinlarni olib chiqishga rozi emasligini bildirgan. Hozir tomonlar qo'shinlarni olib chiqish muddati va rejani amalga oshirish shartlari bo'yicha muzokaralarni davom ettirmoqda. Eron urushni 2029-yilgacha cho'zmoqchi. Trampga kutilmagan bayonot. Eron AQSh bilan qarama-qarshilikni 2029-yilgacha cho'zishga tayyorligini bildirdi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'mondonining maslahatchisi brigada generali Muhammad Rizo Naqdiy AQSh bilan urushni Donald Trampning prezidentlik muddati tugaguncha davom ettirish Eron xavfsizligini ta'minlash vositalaridan biri bo'lishi mumkinligini bildirdi. Naqdiyning fikricha, Eronga shunday darajada javob berish kerakki, kelajakda hech bir davlat Tehronga hujum qilishdan oldin uning oqibatlarini jiddiy hisobga olsin. U shuningdek, urush sharoitida Eron xavf tug'diradigan transport yo'laklarini nazorat qilishi mumkinligini ta'kidladi. Bu bayonot AQSh va Eron o'rtasidagi qarama-qarshilik yanada uzoq davom etishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Tokio aeroportida paypoq ichiga 200 ta kaltakesak yashirgan erkak qo'lga olindi. Tokio aeroporti bojxonachilari chamadondan topilgan narsadan hayratda qoldi. 23 yoshli meksikalik erkak Janubiy Koreyadan Yaponiyaga uchib kelganida uning chamadoni tekshirildi. Ichidan esa 22 juft paypoq orasiga yashirilgan 200 ga yaqin kaltakesak topildi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, erkak sudralib yuruvchilarni Yaponiyaga deklaratsiyasiz olib kirishga uringanligini tan olgan. Ular orasida Meksika alligator kaltakesaklarining 9 tasi ham bo'lgan. Bu noyob tur yo'qolib ketish xavfi ostida va uni mamlakatlar o'rtasida olib o'tish uchun maxsus ruxsat talab qilinadi. Eng qizig'i, gumondor kaltakesaklarni Meksikada bir necha dollarga sotib olgani aytilgan. Yaponiyada esa bittasi $600 qimmatga sotilishi mumkin. Bojxona xodimlari hozir boshqa kaltakesaklarning turlarini aniqlamoqda. AQSh Patriot zaxirasining 5% Ukrainaning qishdan chiqishiga yetadi. Zelenskiy. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning aytishicha, AQSh o'z zaxirasidagi Patriot raketalarining 5%ni Ukrainaga bersa, mamlakat qishni o'tkazib olishi mumkin. 10% berilsa, Rossiyaning barcha ballistik hujumlarini qaytarish imkoni paydo bo'ladi. Zelenskiy hozir Ukrainada bor zaxira atigi 1% ekanligini aytdi. Uning ta'kidlashicha, Rossiya har oy avvalgidan ko'proq ballistik raketalar ishlatmoqda. Ukraina esa tutib qoluvchi raketalar tanqisligiga duch kelmoqda. Zelenskiy har kuni ittifoqchilar bilan qo'shimcha Patriot raketalarini olish bo'yicha muzokaralar olib borayotganligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, hozir Ukrainaning eng katta ehtiyoji havo mudofaasi bo'lib qolmoqda. Xalqaro maydondagi eng muhim va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.